Assalomu alaykum azizlarim. 3 stakan birinchigini hamma tayyorlab bo'ldi. Mani endi qo'lim tegdi. Bismillah deb idishimizga 1 stakan sut, 1 stakanda issiqroq suv, 2 dona tuxum solamiz. Ustiga 3 osh qoshiqda yog' solinadi. 1 choy qoshiqda tuz solinadi. Ustidan 2 ta osh qoshiqda shakar qo'shamiz. Yaxshilab aralashtirib olamiz. Endi 1 stakanda xuddi shu o'lchov bo'yicha un solinadi, elakdan o'tkazib olinadi. Chayni soda, razrıhlitel solmadik. O'zini yaxshilab aralashtirib, qizib turgan tovada bir cho'mishdan solib pishirib oldik. Qaranglar, qanaqa teshiklari zo'r bo'lib chiqar ekan. Aslida tayyorlab ko'rish kerak ekan. Men ham tayyorlab ko'rdim. Mana ekrandan ko'rsangiz, shunaqa teshuvlari ko'p bo'lib pishib chiqdi. Yana probaga tayyorlab ko'ramiz. Qaranglar, xuddi shunaqa teshilib zo'r bo'lib, yupqagina bo'lib pishib chiqdi. Ekranga yaqinroq qilib, yaxshilab g'ijimlab ko'rdik. Elastik holatda yumshoqqina bo'ldi. Mana endi taxlovda ham xuddi shunaqa ko'rinishda bo'lar ekan. Albatta ichiga xohlagan nachinkani solish mumkin.